muttafaqun alayh bo'lgan hadis Baro ibn Ozib roziyallohu anhudan. Amarona Rasululloh sallallohu alayhi va sallama bi iyadatil marid va ittiba'il janazati va tashmitil atis va ibraril qasam va nusratil mazlum va ijobatil da'i va ifsha'is salam. Rasululloh bizni mana shu ishlarga buyurgan. Qaysilarga? Kasalni ziyorat qilishga, janozaga ergashishlikka, aksa urganga javob berishlikka, qasamni oqlashlikka, mazlumga yordam berishlikka, chaqiriqqa javob berishlikka, salomni fosh qilishlikka. Rasululloh buyurdimi? Endi qilamizmi, qilmaymizmi degan bizda ixtiyor qolmaydi. Sizni mo'minligingizni belgisi, mo'minligingizni isboti shariatda aniq buyurilgan narsa turgan paytda, shariatda aniq qaytarilgan narsa turgan paytda sizda ixtiyor bo'lmasligi kerak. Va ma kana lil mu'minin va la mu'minatin idza qada Allohu va rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Alloh va uning payg'ambari bir ishni hukm qilgan, buyurgan vaqtida Alloh va payg'ambari buyurdi yoki bir narsadan qaytardi, qilmadi. Biron mo'min va mo'mina uchun o'z ishlaridan ixtiyor qilish joiz emasdir. Agar mo'min bo'lganing, mo'mina bo'lganing rost bo'lsa, buyruq turibdimi? O'ylanmaysan. Qilaymi, qilmaymi deb. Qaytarib turibdimi? Nima qilsamikin demaysan. Qilasan. Chunki iymonni, mo'minlikni sharti shu. Endi qanaqa ovqat yeysiz, qanaqa kiyinasiz, dam olgani qayerga borasiz, bu ixtiyoringiz. Men yaxshi niyatda g'iybat qilyapman deb bo'lmaydi. Masalan, bir odam men yaxshi niyatda zino qilyapman desa qanaqa bo'ladi? Qaytariqmi? Niyat ketmaydi bu yerda. Buyruqmi? Holat qaralmaydi. Mo'min odam bo'ysunadi. Ochiq buyruq, ochiq qaytariq turgan joyda ijtihodga yo'l yo'q. Boshqa hadislarda payg'ambarimiz ham mana shu narsalarni siz bilan bizga ta'kidlaganlar. Haqqul muslimi alal muslimi xomsun. Musulmon ustiga haqqi 5 ta. Raddus salam. Salomga alik olish, ayadatul mariz. Kasalni ziyorat qilish, ittiba'u janaiz. Janozaga ergashishlik, ijobatud da'va. Chaqiriqqa ijobat qilishlik, borish, tashmitul atis. Aksi urganga javob berishlik.